yaxshi niyat qilsangiz maqsadlaringizni 60% ga erishgan bo'lar ekansiz. Mana shunday kvartiralarni albatta maqsad qilib qo'ying. Inshaalloh ishonaman sizga ham mana shunday kvartiralar nasib etadi. Obzorni hozir sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Asosiy kiraverish eshigi dubleks qilib taxlangan 190 metr kvadratdan iborat. Xudo xohlasa ota-onangiz bilan maza qilib yashaysiz. Eshiklari ham yaxshidan qo'yilgan, mana bunday chiroyli qilib oynalar qo'yilgan. Ichiga mebel qilib to'ldirsangiz chotki bo'ladi. Neoklassikaning eng yuqori darajasida qilingan. Hozir obzorni ko'rib chiqamiz. Umumiy 5 xonadan iborat 3 ta sanuzel. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Xonalarni ko'rishingiz mumkin. Ushbu xonamizda o'zining alohida sanuzellari ham mavjud. Pastdan tepasigacha kafel qilingan. Qisqacha qilib aytganda ideal darajada remont qilingan. Bu esa uyning ikkinchi xonasi. Lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsam, Gorgas Saodat restoranining yon tarafida joylashgan. 7 etajli kirpichli dom. Dom ham anchagina mustahkam. Mehmonlar uchun kattagina zal, devorlari qimmatbaho atachento kraskalar bilan kraska qilingan. Dekoratsiyaga necha baho berasiz akajon? Dekoratsiyaga telefonda yaxshi ko'rinmasligi mumkin, ammo yaqindan o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsangiz juda ham zo'r chiqgan. Okeanni eslatadigan chiziqlar qo'yilgan. Xavotir olmasligingiz kerak, chunki mana bunday tok sistemasi ham original mahsulotlardan foydalanganlar. Akamiz uyini o'zim uchun yaxshilab remont qilganman dedilar. Bu esa uyning oshxona qismi. Oshxonasi ham o'zgacha, ayollarning orzusidagi oshxona. Mana bu yerda kuydirib pishir qilib, mana bu yerda ovqatlanish uchun joy qilsangiz ham bo'ladi. Bu esa uyning umumiy sanuzel xonasi. Mana marhamat sizga. Mana shunday kvartira orzu qilib yurganlarga, mana shunday kvartira olmoqchi bo'lganlarga tashab qo'yamiz. Inshaalloh sizga ham mana shunday kvartiralar nasib etadi. Mana bu yerni zo'r ideya qilganlar bolalarning xavfsizligi uchun. Bolalarni yuragingiz har doim xotirjam bo'ladi. Yiqilib ketmasligi uchun. Bu esa kvartiraning ichidan lesitsiya qilib taxlab qo'yganlar, zina qilib. Tashqi qismdan ham kirish uchun eshik qilib qo'yganlar. Bu esa kvartiramizning podval qismi. Podvali ham hujjatlariga ega. Mana bu yerni ham mehmonlar uchun zal qilsangiz bo'ladi. Xohlasangiz oilaviy o'tiradigan joy qilsangiz bo'ladi. Bir narsaga besh ketib, mana bu ideyalariga zo'r qilib stollar taxlab qo'yganlar. Iloji boricha ko'proq do'stlaringizga jo'natib, mehnatimiz uchun like bosish esdan chiqmasin. Bundan ham yaxshi variantlar Telegram kanalimizda. Kattagina pastda yotoqxona qilsangiz ham bo'ladi. O'zining sanuzel xonalariga ega. Ushbu kvartiraga 47.900 so'rashmoqda. Yana kelishiladigan joy bor albatta. Pastda telefon nomer qoldiramiz. Telefon qilib kelaverasiz. Yuraklariga qo'ysangiz albatta kelishtirib beradilar. Bu esa uyning kladovka qismi.